Assalomu alaykum azizlar. Uybekas kanaliga xush kelibsizlar. Bugun 23 aprel 2025-yil. Begonya gullarni boshqacha usulda ko'paytirishni ko'rsataman. O'tgan yilgi videolarimda men bargini o'zidan shoxchasiz ko'paytirishni ko'rsatgan edim. Kanalimga kirsanglar, ko'rsanglar bo'ladi. Mana kecha begonya gullarimni mana cho'miltirdim. Sal epaqaga keltirib baribir qarab qo'yish kerak gullarni. Bular o'tgan yilgi bargidan ko'paytirilgan gullar. Mana shu holatda. Mana yana bittasi bor. Mana bu ham o'tgan yili bargidan ko'paytirgan edim. Mana ikkita shox chiqarib, bu ancha katta bo'ldi mana. Bu holatda. Endi mana kecha bularni cho'miltirib kerak emas shoxlarni, barglarni olib tashladim. Mana bular eski barglar, bular bo'lmaydi. Mana hozir sortirovka qilamiz. Bu ham eski barg, iloji boricha o'rta barglarni olgan ma'qulroq. Mana bu barg bor. Mana bu ham o'rtacha bargi. Bu ham eski sarg'ayib turibdi. Mana bu ham yangi, yaxshi barg. Holati yaxshi. Mana bu ham yaxshi barg. Mana kichkina shoxchasini bilmasdan sindirib qo'ydim. O'zi sinib turgan ekan menimcha, chunki mana bu joyi qurib turibdi. Ko'rib turibsizlar. Ekib qo'yamiz har ehtimolga qarshi, qani ko'ramiz. Buni vermikulit yo'q, perlitga ekamiz. Mana idish tayyor, taglarini teshganman. Mana bunga solaman. Bu perlitni yana qaytadan ishlatsak bo'ladi. Yaxshi xususiyati, menga yoqadigan tomoni mana yirikroq. Bu yana yaxshi tomoni chirib ketmaydi. Tuproqda eksangiz agar chirish ehtimoli bor, ko'proq. Perlitda bular chirish ehtimoli kamroq bo'ladi. Mana endi bu barglarni mana 45 gradus qiyalikda qirqamiz. Barglar chetlarini ortiqcha bu suvni bug'lantirmaslik uchun, iloji boricha kuchini ildizga berish uchun uni qirqib tashlaymiz. Bu sal maydaroq bargi, iloji boricha yirik, chiroyli barglarini qalamja qilib ekishga harakat qilinglar. Mana 45 gradus qirqib tashladim buni. Buni ham ekib ko'ramiz. Bu juda ham gullaganda chiroyli gullaydi. Uzum shodasiga o'xshab shoda gullaydi. Mana qirqib tayyor qilib oldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta dona ekan. Mana endi perlitni namlab olamiz, suv sepib. Mana yaxshi nam bo'ldi shekilli. Mana namlab oldik. Bunga chislosini ham yozib qo'yganman. 25-yil 23 aprel. Taxminan 15 kun, yo'q, adashdim. 20 kunda bu ildiz otish kerak. Ko'ramiz o'zi bu yoqqa nimalar, agar bu ildiz otsa, bu yoqdan kichkina shox bargchalar chiqadi. Agar unda bo'lmasa, bizlar 40 kungacha kutishga to'g'ri keladi. Umuman eng minimal vaqti 20 kun, eng maksimumi 40 kun bo'ladi. Endi mana o'rtoqlar, bunga men yana suv quydim, chunki men pulverizatorda sepganimda juda kam suv quydim. Mana tagidan oqib chiqdi. Mana tagidan tushib, mana suv. Mana shunaqa oqib chiqishi kerak. Yana ayniqsa bu yirik perlit. Mana bunga karnivin olib chiqdim. Stimulyator bu korneobrazovание, ildiz paydo bo'lishiga yordam beradi, chirinkalarni, mashrularni, umuman ildiz chiqishiga yordam beradi bu. Mana ochib olamiz ozgina.
ataylaman boshqa idishga solmadim. O'zida turgani menga ma'qulroq. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana tagiga karnivenga botirgan holatim. Mana bismillahirrohmanirrohim. Bittasini ekamiz. Bu yirikroq bo'lyapti-da perlitim. O'zi umuman bunga sal maydarog'ini olgan ma'qulroq. Menda uyda yiriga kecha olganda o'zi tuproqlarga aralashtirgani yirigi ma'qul ko'riladi. Ekishga o'rtacha sal maydarog'i ma'qul. Qani ekib ko'ramiz. Vaqtida suvlarni qarab tursak, xudo xolasa nima sizlarga ko'rsataman. Sal ildiz otgandan keyin fikr almashamiz. Kommentlar yozinglar. Bilganinglar bo'lsa, menga podskaska qilinglar, aytinglar. Men sizlarga bilganlarimni o'rgatishga harakat qilyapman. Tiglarni sal bosib qo'yamiz. Mana karnivimga botirdim. Bu perlit yirikroq bo'lganiga bu shunaqa bo'lyapti. Mana chuqurroq ochamiz. Mana uni o'zi umuman bunaqa tekkizib qo'yish kerak. Bu esimdan chiqibdi. Anchadan beri boshqacha usulda ko'paytirib yuruvdim. Bu usulimni ham sizlarga ko'rsatay dedim. Mana sal chuqurroq eksangiz, mana bargi mana joylari tegib turishi kerak. Mana hozir esladim. Qaranglar, irikligini hisobiga bu dumalayapti. Odamzod har doim bittada 100% bexato ish qila olmaydi. Bandamiz, adashamiz, xato qilamiz, esimizdan chiqadi. Mana unutuvchan, banda unutuvchan deydi-yu. O'shaning uchun tez degan ishlarimizni yana qaytarib tursak yaxshi bo'ladi. Mana o'rtoqlar ekib bo'ldim. Mana tayyor bu. Mana ularni o'rtalarni bosib qo'yaveringlar. Bu tegib tursin perlitga. Mana sal maydaroq perlit ishlatishinglarni ma'qul ko'raman. Mana yana suv ustidan sepamiz. Endi bunga paket tegizib qo'yamiz. Vakuum qilib ushlaymiz. Har kuni bir marta ochib shamollatib qo'yamiz 5 minut. Chunki agar buni har kuni ochib turmasak, ichidagi suv bug'lanib, ekkan ko'chatlarimiz chirib ketishi mumkin, chirish holati bo'lishi mumkin. Bir marta ochib har kuni havo aylantirib qo'yamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Uybekasi kanaliga xush kelibsizlar. Like qo'yinglar, komment yozinglar. Sog' bo'linglar.